xandon bo'lgan Chamanimning chiroyi yuroqda bilgirayi yuragimning bir joyi rayhon bo'lgan Qadim otdu qadim havoga to'ldi bag'rim istiqbol bergan davrim davron bo'lgan davron bo'lgan Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, qalbi quyosh, mehri daryo ustozlar va bugungi tadbirning sababchilari bo'lgan Shirindan shakar jajji bolajonlar. Mana bugun bog'chamizdan navbatdagi qadrxonchilarimizni kuzatar ekanmiz. Bizga shunday sharoitlarni yaratib bergan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Sizlar kelajakda a'lo baholarga o'qishingizni tilakdoshimiz. Jajji bolajonlarimizni katta hayot tomon kuzatar ekanmiz. Beixtiyor ko'zimizga yosh keladi. Ammo bugun katta bayram. Yaxshi kayfiyatda bayramni o'tkazaylik va bolajonlarni yil davomida olgan bilimlarini bilish uchun harflar haqidagi she'rlarini aytishlarini iltimos qilamiz. Marhamat bolajonlar. Qarsakchalimiz Adam boshlab alifbo bilindir doim a'lo, illidirma unutma bilindir doim dono. Yo'llarga bosh bilan sizlarga sirdosh bilan bahrom mana botinni yozganda yerdashmi. Deyman davrada doim dono qiyin doim, davron dilso dilafsiz do'stim hamishamdir. Demay meni qarab ertan belim qilib ekranda aytgan ertan so'zlashgan. Hey xatma men o'zim fahmlan qalbim ko'zim Farida Bihmat vargon mendan boshlanar faqat. Men o'zim fahmlan qalbim ko'zim
Farida Muhat Farhod mendan boshlanar faqat. Yerga quloq tutingiz, qizlarga atingiz, pul ishladim qo'limga, gilam tashladim. Hema haylum bo'lmayla, joni do'st turmayla, hamdalak bo'l qo'limda, hamroh bo'ling yo'limda. İ harfini bilingiz, işte ilg'or beringiz, iroda, izzat, ikrom, istaga yoqish tamam. C harfini bilasiz, nega jon qilasiz, Jamila jasur javlon, rejani qo'llar chinon. Dedan tonton yashaymiz, satta bo'lsak o'zamiz, sattan aylan qurban teridi maqsada. Dedan lola yozimiz, ünlü sünnah sevsilet, layla tofan, yokan şeref tokan. Meyda yazılar mektep, benim dostum bir kitap, Murat mahsus metaber, Medine mektup yazar. Ne harfini bilemiz, nesini kılamiz, mal bilinmenden ve sun altında. Ayga yaxshilarga, osmonda ucharga, ozoda, asaldan bezinazi. Harfman bilingiz, qizda hojatlaringiz, rafati pokiza dardimiz anto'shli. Qayda qayiq yozimiz, qayerlarga sizimiz, qishtaqar g'alchada qaram qo'lni quchadi. Ruxsat beramiz, rasm so'zi yozamiz, Ra'no, Rahim, Ruxsona, Dono, aqlli bola. Seman soatga boqing, sizning mag'zin chaqing, Sobir Said Surayyo, sizdan adashmang aslo. Seman tarif o'rinsiz, tumarsiz yozarsiz, Toshkent ona shahrimda, tarixda yozguda. Didlan har zabon o'tir, o'rtoq bo'laman, O'zbekiston sizni faxr bilan yozaman. Harfman bilasiz, so'zib, bilasiz, Ra'no, so'zib, so'zmoni, so'zib. Harfini taningiz, g'ayrat bilan o'qasiz, ana bo'ron mahbubni g'amini yo'qotasiz. Seman tanib olingiz, charchoq bilmay qolingiz, cho'llarni chaman qilib, chaqqon bilingiz. Dedlar meni yozgu taqdir xolos qo'lan qo'lg'amlar bilan bo'ladigan. Barakalla. Medinaxon chiqing. Dedilar qatilni zoti sahra zahrasi kircha emlar boshqarish. Barakalla. Aksardan chiqing. Yaman balki kuluz, ortaroq kuluz, entendosh yo'qtik, menam yozuz. Barakalla. Barakalla Otabekjon, ovqatni tezlashib ketdi. Safimizni buzmasdan. Qarsaklar.
qo'ling yal yonib odimlaysan mardona. Bir qo'lingda sumka bor, birdachi guldasta. Oylar o'tar, yillar o'tar. O'tar, ulg'ayasan bir kun seni kutar koinot. Dedi qahramon. Endigi navbatni biz mamnuniyat bilan 8-maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirasi Abdurasulova Nigoraxonga bersak, o'zlarini dil izhorlarini aytib o'tsalar. Marhamat, qarsaklari ostida kutib olamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu mo'jazgina bog'chamizga tashrif buyurgan hurmatli aziz mehmonlar, ota-onalar, hamkasblar, shirindan shakar bolajonlarimiz. Mana bugun taqdir nasib barchamizga mana shu yilgi qaldirg'ochlarimizni maktab ostonasiga kuzatish oldidan o'tkazilayotgan xayr bog'cha san'at maktab tadbirida yig'ilib turibmiz. Ushbu fursatdan foydalanish men mana shu qaldirg'ochlarimizga eng avvalo mustahkam sog'lik, uzoq umr, shodlik hamisha hayotlarida omadlar, zafarlar, muvaffaqiyatlar tilayman. Eng avvalo sizlar ota-onalar farzandlaringlar qanaqa inson bo'lishini orzu qilgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa insonlar bo'lsin, kutilganidan ziyoda bo'lsin ilohim. Mana shu jannat makon yurtimiz hamisha tinch bo'lsin, obod bo'lsin. Xonadonlarimizdan esa mana shu aziz farzandlarimizni hamisha baxtiyor, shodon kulgulari eshitilsin. Mana shu bog'chamizdagi tarbiyachilarimizga, yordamchilariga, hamda qolgan xodimlarimizga ham hamisha mustahkam sog'liklar tilaymiz. Endi vaqtimiz esa qisqa, kunimiz ham issiq, bolajonlarimiz chiqishlari hali juda ham ko'p. Fikrlarimizni yana davom ettiramiz bayramimiz yakunida. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat samimiy tilaklaringiz uchun. Barcha bayramlarimiz qarovsiz o'tmaganidek, bugun ham bolajonlar sizlarni osh yeyishga taklif qilishadi. Marhamat, palov raqsi yigitlar ishtirokida. Palov otib mo'jizaning budir asr sharbati. San'atga erkaklarım qozonga tushsam zahon, sening xushbo'y zarvagingdan aylasin butun jahon. Bag'rimizga marhaba, marhaba, marhaba. Dilsiz oshiqdir olib, oshpazlik mehri bilan dunyoga kelar. Hoş
Endigi navbatni Shirindan Shakar jajji o'zbegim qizlariga bersak, ular ishtirokida ajoyib o'zbegim raqsi. Marhamat, o'zbegim qizlarini davriga taklif qilamiz. Ko'zlarini suzib menga qarasa, ro'molini zibbiladi kulib o'ynasa. Oydan go'zal, yo'ldan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Oydan go'zal, yo'ldan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Lola yugurlora muqaddas, do'st qilib kiyimsiz atlas. Qizlar guli yigitsi, lola yugurlora muqaddas. Qizlar guli yigitsi, lola yugurlora muqaddas. Qoshlariga taram-taram o'sma yarashar, hamma o'zbek yigirlari sizga qarashar. Oydan go'zal, yo'ldan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Oydan go'zal, yo'ldan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Lola yugurlora muqaddas, do'st qilib kiyimsiz atlas. Qizlar guli yigitsi, lola yugurlora muqaddas. Qizlar guli yigitsi, lola yugurlora muqaddas. Sochlari bellariga yoyib qarasa, yuragim ado bo'ldi menga qarasa. Oydan go'zal, yo'ldan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Oydan go'zal, yo'ldan go'zal, o'zbekning qizlari hammadan go'zal. Lola yugurlora muqaddas, do'st qilib kiyimsiz atlas. Qizlar guli yigitsi, lola yugurlora muqaddas. Qizlar guli yigitsi, lola yugurlora muqaddas. Lola yugurlora muqaddas, do'st qilib kiyimsiz atlas. Qizlar guli yigitsi, lola yugurlora muqaddas. Qizlar guli yigitsi, lola yugurlora muqaddas. İlk yoshimda bag'ringda ardoqlading bog'chajon. Sening qaynoq mehringdan o'ynab keldim har qachon. Endigi navbatni biz Yakkaxon qizimiz Mahfuzaxonga bersak, ular ijrosida o'zbegim raqsi. Mahfuzaxonni davriga taklif qilamiz. Marhamat. Onam
kelajakda biz albat yurtga xizmat qilamiz. Endigi navbatni jajja askar bolajonlarimizga bersak, askarlar raqsi. Забрали куда-то прямо из военкомата. Угасли, дали автомат, руки дали. Ты прости, мама, что я был такой упрямый, но я служить должен. Так же, как все. Случится. Родные не знали, что парня в армию забрали. Но я в письме первом напишу сентиментально. Ты прости, мама, что я был такой упрямый, не служить должен. Так же, как все. Случится. Orada hamma jam yurak qabrdan xotirjam. Mana Juliyaning o'zi bir bayram, mana Juliyaning o'zi bir bayram. Baland kuylar hamma baravar. Mayuslikni yo'qotar. Yo'qlik turg'uni o'zgacha kuni o'tar. Davlat turlicha harakatlar. Assalomu alaykum, oppa oppa oppa. Shodon bo'lsin doimo, Osiyoning ro'pa. Assalomu alaykum, oppa oppa oppa. Shodon bo'lsin doimo, Osiyoning ro'pa. Tarona shimol g'arb sharq janubga umuman tinmasin dunyoda tantana, tinmasin dunyoda tantana. Begona ko'zlar tanishar, o'zaro so'zlar almashar. Odamlar orasida oqibat to'shak, odamlar orasida oqibat to'shak. Baland kuylar hamma baravar. Mayuslikni yo'qotar. Yo'qlik turg'ida o'zgacha kuni o'tar. Davlat turlicha harakatlar. Assalomu alaykum, oppa oppa oppa. Shodon bo'lsin doimo, Osiyoning ro'pa. Assalomu alaykum, oppa oppa oppa. Shodon
o'ziga xos somin taqmal yigitlar, ey yigitlar, yigitlar, somin taqmal yigitlar, ey yigitlar, ey yigitlar, o'zbekning mard yigitlar. Mezbonlikni sunnat bilan, raqibni ham ulfat bilan. Mezbonlikni sunnat bilan, raqibni ham ulfat bilan. Osh bilmasa uyat qilar, vodiyning zo'r yigitlar. Osh bilmasa uyat qilar, Andijonning zo'r yigitlar. Ey yigitlar, yigitlar, vodiyning zo'r yigitlar. Ey yigitlar, ey yigitlar, o'zbekning mard yigitlar. Minorai kaloni bor, yetti pirlar makoni bor. Minorai kaloni bor, yetti pirlar makoni bor. Egni gazar chaqoni bor, Buxoroning yigitlar. Egni gazar chaqoni bor, Buxoroning yigitlar. Yigitlar, yigitlar, Buxoroning yigitlar. Ey yigitlar, ey yigitlar, o'zbekning mard yigitlar. Солнышко сияло, в небе голубом, тучка налетела и раздался гром. Зонтики мы взяли и пошли гулять, капельки под дождиком считать. Дождик капает из тихий кап-кап-кап, я ступаю тихо-тихо, кап-кап-кап. Суетливый, непослушный кап-кап-кап, я гуляю по луже, кап-кап-кап. Капли с неба льются, облачку привет, поливает дождик, целый белый свет. Город наш красавец, дождиком умыт, осень золотая к нам спешит. Дождик капает из тихий кап-кап-кап, я ступаю тихо-тихо, кап-кап-кап. Суетливый, непослушный кап-кап-кап, я гуляю по луже, кап-кап-кап. Дождик капает из тихий кап-кап-кап, я ступаю тихо-тихо, кап-кап-кап. Суетливый, непослушный кап-кап-кап, я гуляю по луже, кап-кап-кап. Кап-кап-кап, кап-кап-кап, кап-кап-кап. Открывай дверь без ключа, налетели как саранча. Стал богаче, даже богача, раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик, мужиком станет отец. Чё такого пути? А, ты чё ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Хан, и все знают, что я узбек. Бек, 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 узбек, бек, 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 узбек, бек.
море по колено, это Бека. Легенда дискотеки, это Бека. И лучший запах века, это Бека. Kayfiyatım zor, bormayatım zor. Bugün hammamiz qo'llarni ko'taramiz. Okey, chokdan yaxshi kun o'tkazishga borursun. Yaxshi ishlar yomonlardan ustun. Hamma narsa o'zgaradi agar odamlar kulsa. Шептала пташка, что я крутая Рашка. Меня просят на маха, ведь пахну как айдаха. Меня зовут Хан, и все знают, что я узбек. Бек, 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 узбек, бек, 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 узбек. Бек, узбек, узбек, узбек. Узбек, бек, 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 узбек, бек, 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 узбек, бек, 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 узбек, узбек, узбек. Короче, Бека нас учит танца, за ним охотятся папарацци. Бека авторитет гигантский, когда он шутит, надо смеяться. Учит всех нас, как подняться. Надо жить с пловом, это лучшая комбинация. Бека это лучшая иллюстрация. Он нас кажется молча, покажет все точь в точь, когда не знает, как будет лучше. Но для Беки все очень просто. Ночь, день, день и ночь, все отточено для роста. Когда пытается сделать проще, он все равно делает все наилучше. Мне нашептала пташка, что я крутой Арашка. Меня просят на маха, ведь пахну как айдаха. Меня зовут Хан, и все знают, что я узбек. Бек, 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 узбек, бек, 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 узбек, бек, 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 узбек, 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 бек, 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 узбек, бек, 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 узбек, бек, 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 узбек, 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 узбек. Endigi navbatni yana qizlar ishtirokida Karmana raqsiga berar ekanmiz. Marhamat, milliy raqslarimizdan biri.
Endigi navbatni yana shu bog'chamizga yangi ishga kelgan opajonimiz borlar, hamshira opamizni davriga taklif etsak, ular ham o'zlarini izhorlarini bolajonlarga aytib o'tsalar. Marhaba, keling. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, aziz kollektiv, aziz bolajonlar. Bugun bolajonlarimiz maktabgacha ta'lim muassasasini bitirib, maktab tomon yo'l olmoqdalar. Bolajonlarimiz tanjoni sog' bo'lsin, uzoq umr bo'lsin. Bayrog'imizni baland ko'taradigan ko'klarga inson bo'lsin. Tanjoni sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Rahmat. Yaxshilarini tilab qolamiz. Xurshida opa keling. Xurshida opani davriga taklif etsak, o'zlarini izhorlarini bolajonlariga aytib o'tsalar. Hurmatli aziz ota-onalar, avvalambor xush kelibsizlar. Kelajakda farzandlarimizni orzu havasini ko'raylik. Nima niyat qilgan bo'lsalaring, farzandlarimiz bundan-da katta yutuqlarga erishsin. Hammasi o'z o'rnini egallasin. Endi davramizga barcha ota-onalarimizni taklif etamiz. Marhamat. Xohlaganlar, marhamat. Xohlovchilar. Qani endi bolajonlarimiz, qani o'zlarini onajonlarini hidlab topadilar. Qani Sardorbek? Qani oyijonimiz qani? Qani oyijonimiz? Shularni hidlabmi? Hamma. Ochamiz ko'zlarini. Qani oyijonimizni?
haqida sahna ko'rinishga bersak. aziz mehmonlar, aziz bolajonlar va ustozlar, mana bayramimiz juda ko'tarinki ruhda, chiroyli tarzda o'tib kelmoqda. Endi sizlarni yana bir ozgina vaqtlaringni olmoqchimiz. Sababi ushbu MTTda uzoq yillar davomida sidqi dildan ishlab kelgan, jonini fido qilgan aziz, mehribon, samimiy
jonkuyar opajonimiz Madibrakiyeva va Muslimaxon opamiz haqida ozgina gapirib o'tmoqchiman. Biz qanaqa bayram qilmaylik, qanaqa o'tirish qilmaylik. Albatta opajonimizni eslamasligimizni iloji yo'q. Shuning uchun bugun ham bir eslab o'taylik deb ozgina sizlarga opajonimiz haqida tayyorlagan videorolikimiz bu. Azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido ayoldir u orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo ayoldir u yo'g'iga ham ko'nib ketgan ro'zg'orini mahkam tutgan ayoldir u o'zi yetmay murodiga farzandidan umid tutgan ayoldir u Ayol aziz muqaddasdir nozik xilqat hech shubhasiz ona zamin kabidir siz ham ulug' siz ham aziz ayol aziz muqaddas ayol aziz muqaddasdir olam ichra olamdir siz onam qizim jonim opam yorimdir siz yo singlimsiz ayol aziz muqaddas ayol tashvish o'yi bor yuragini kuydirgan shirin xayollarga emas hasratga to'ydirgan axir u xokisor ayol bag'ri yonib tursa-da farzandlarim kuldirgan issiq tandir o'chog'ida oy yuzini kuydirgan axir u beg'ubor ayol aziz muqaddasdir nozik xilqat hech shubhasiz ona zamin kabidir siz ham ulug' siz ham aziz ayol aziz muqaddas ayol aziz muqaddasdir olam ichra olamdir siz onam qizim jonim opam yorimdir siz yo singlimsiz ayol aziz muqaddas ayol azal yaratganda Xudo shirin so'zga joni fido ayoldir u orzusidan kechib goho yori uchun qilgan vafo ayoldir u bolalarimizni ham bir tilagim xo'sh salomat bo'lsin. Ota-onasiga munosib bo'lsin. Ota-onasi nimani orzu qilgan bo'lsa, orzu qilganidan ham yuksak natijalarga erishsin. Eng kerakli bo'lgani ota-onasi bilan birga bo'lsin har doim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bolalaring kamolini ko'rish hammalariga nasib etsin.
vaqtlaringni oldik. Bu o'qimizni eslamasak ilojimiz yo'q edi, chunki bu o'qimiz biz uchun hamisha qadrli bo'lib qoladilar bundan buyog'iga ham. Oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Hamisha qalbimizda qolsin. Boshida kuldirgan bo'lsak, endi oxirida yig'latdik, uzr sizlardan uzr so'raymiz. Tadbirimiz davom etadi. Endigi navbatni bolajonlarga bersak, bolajonlar ishtirokida she'r. Marhamat bolajonlar. Ko'radi, yo'ldan ismim biladi, xodimlarga umada qiratildirdan suhbat to'g'ri yana ko'rsatar bizning mudira prezidentida Qane dedingiz, tezroq kelin dedingiz, sport mashg'ulotida belim chaqqan dedingiz, sizga rahmat opajon, doim yurishsiz ona. Opamizdek mehribon, bunchalar ham siz chaqqon, opamizga yordamchi, bizni birdek sevguvchi, rahmat sizga yordamchi. O'rgatar bizga o'yin so'zlar bilan mayin, yangi o'yinlar bilan quvontirar kun sayin, mehridek beqiyos, rahmat sizga ruhshunos. Chet elini sevamiz, sizni hurmat qilamiz, havo bilan yeymiz, vaqtiga duo deymiz, til o'rgatishga chaqqon, rahmat sizga opajon. Onam kabi mehribon, bunchalar ham siz chaqqon, opamizga yordamchi, bizni birdek sevguvchi, rahmat sizga yordamchi. Sinyosin achoqda, ovqat qilar qozonda, qo'li shirin pazanda, taomi rohati jon, rahmat sizga opajon. Erta sahar yugurar, sizlar uchun jon jiyan, hammamizni sen ko'rar, bog'chi opam, jon opam, rahmat shirin so'z opam. Opajonlarga beramiz. Bolalari, mana shu bolalari yoshligidan qabul qilgan opajonimiz borlar. Nilufar opa keling, Denizxonlaringizni bolajonlarga aytib o'tsangiz. Ustozlar, hamkasblar, ota-onalar, bolajonlar. Bugungi quvonchli, hayajonli kunimiz. Bolajonlarimizni maqtab kuzatyapmiz. Bolajonlaringizga omad tilaymiz. Doimo ota-onasi hurmat qiladigan,
farzandlar bo'lsin. Orzu niyatlaringiz yetinglar. Yana bir bor xush kelibsizlar. Bolajonlaringizga omad. Rahmat opajon, samimiy tilaklaringiz uchun. Endi ota-onalardan ham taklif qilamiz a. Biz ham qachon chiqamiz ekan deb shu ko'zlariga qarab tursam shunaqa deyishyapti. Endi kattalardan boshlaymiz a. Shu bog'chamizda Mirzabekjon, Munisaxonim buvijonlar o'tiribdilar. Ikkala farzandlari ham shu bog'chada katta bo'lgan. Xolajonni va tavba deyman. Keling davr. Assalomu alaykum. Shu bog'chadagi barcha bolalar, ota-onalari, ustozlari hammalari xush kelibdilar. Bugungi tantanada shu bolalarimizni shunchalik tarbiyalab, katta qilib hammalari voyaga yetkazdi. Endi mana maktabga kuzatyapsizlar. Hammalaring sog' bo'linglar. Bolalarning umri uzoq bo'lsin, joni sog' bo'lsin, ota-onasiga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsin. Hamma opalariga ham rahmat, ustozlariga ham rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin, hammalaring xush kelibdilar. Rahmat. Endigi navbatni yana bolajonlarga bersak, xayr bog'chajon qo'shig'i, joniy qo'shiq. Marhamat bolajonlar. davrini yana Munira opajonga bersak, bolajonlarni taqdirlashimiz bor, sovg'alari bor. Marhamat opajon, taqdirlar. Chust tuman 8-sonli maktabgacha ta'lim tarbiyalauvchisi Tursunova Shahzodaxon epchilligi, donoligi a'lo va yaxshi namunali xulqi uchun taqdirlanadilar. Qarsaklar. odobli va namunali xulqi uchun taqdirlanasiz. Thank you.
Abrorjonni taqdirlaymiz. Yana taqdirlashimizni davom ettirib, Baxtiyor Abubakirjonni taqdirlaymiz. Barakalla, barakalla. Ularning nomlaridan, onajonlarning nomlaridan akalar. Kutilmagan sovg'a. Mana shu mazmundagi faxriy yordamimiz bilan Sharifjonov Sardorning taqdirlanadi. Hasanboyev Abubakir taqdirlanadilar. Abbosjon va Niginaxonni taqdirlaymiz. Homiyni va Mahfuzaxonni taqdirlab qo'yamiz. Arifov Bahodirjonni taqdirlab qo'yamiz. Bahodirjon. Qodir va Dilnoza Qodir va toshlarimiz Said va Munisaxonni taqdirlaymiz. Boyzoqov Firdavsni taqdirlaymiz. Ismoil va Nasibaxon Rahmonjon va Farzona Bonu bayramimiz davom etadi. Bizni hamkasbimiz Rahim va Shohsamo mana hozir oliy ta'limni tugatganlari uchun boshqa yo'nalishga o'tdilar. Mana shu munosabat bilan ba'zi o'zlarini katta qilgan bolalari shuning uchun tilaklari bor ekan. Bulardan chiroyli tilaklarni eshitamiz bolajonlar. Assalomu alaykum, hurmatli onalar, qadrli mehmonlar, ustozlar. Mana shu bolajonlarimiz xayr-bog'cha salomatda tadbirida bo'lyapti. Ularga kelajakda demak yutuq inson bo'lishlarini tilab qolaman. Endi yurist bo'lsa, bironta tashkilotda direktor bo'lsin iloyim. Yo'qsa chuqqalarga ega bo'lsin. Ularga omadlayman. Olg'a. Sizlarga omadlayman, muvaffaqiyatlar tilayman. Arzimaganimiz bo'lsa o'g'il borada topshirsan. Hozir Farzona begim rus tilida qatnashgan birinchi o'rinda.
ketamiz. O'zlarida da rizqonlari bor ekan, bolajonlarga. Umidaxon keling. Assalomu alaykum hurmatli aziz ota-onalar, shirindan shakar bolajonlar. Bugun biz juda ham xursandmiz, chunki farzandlarimiz bugun bog'chani tamomlab, maktab ostonasiga ilk qadam qo'yish arafasida turishibdi. Shu yerda hozir faqat bitiruvchilar, Feruzaxonda o'quvchilari emas, meni ham jondan aziz bolajonlarim bor, chunki men mental arifmetikadan bu o'quvchilarimga dars beraman. Ularning aksariyati ko'plab natijalarga erishgan, yutuqlarga erishgan, hattoki xalqaro musobaqalarda faxrli birinchi o'rinlarni egallab kelishgan. Hozir menga vaqt bersangiz, mana shu o'quvchilarimni chiroyli qilib taqdirlab olsam. O'zining tirishqoqligi, intiluvchanligi, namunali xulqi, odobi, o'quv mashg'ulot davrida zuqqoligi, bolalar intellektini rivojlantirish hamda ularni respublika va xalqaro musobaqalarda saralab olish maqsadida o'tkazilgan musobaqalarda faol ishtiroki uchun Chust tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 8-bog'cha tarbiyalanuvchisi Ismoilova Nasibaxon tashakkurnoma bilan taqdirlanadilar. Xuddi mana shunday tashakkurnoma bilan Ibrahimov Umarjon taqdirlanadi. foydalanib, mana shu 11 ta o'quvchimni ota-onasiga tashakkur bildirmoqchiman. Chunki hozirgi globallashuv jarayonida farzandingizning qo'liga uyali aloqa, telefon yoki kompyuterlarga, televizorlarga mukkasidan ketgan davrda siz farzandingizning qo'liga telefon tutkizmasdan haqiqiy bilim olishga kuch g'ayratini sarflaganingiz uchun sizga tashakkur bildiraman. Mana shunday ota-onamiz ko'payaversin hamda farzandlarning vaqtini unumli sarflashini tilab qolaman. Hurmatli aziz
mehmonlar, mana bayramimiz hali yakuniga yetaydi. Bu bayramimiz kutilmagan sovg'alarga boy bo'ldi. Hammamiz xursand bo'ldik. O'ylaymanki, bu bayram hammamizga ma'qul bo'ldi, ma'qul bo'ldi. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu 8-chi bog'chamizda xizmat qilayotgan har bir xodimimizga, tarbiyachilarimizga, yordamchi tarbiyachilarimizga, psixologimizga, til o'qituvchilarimizga, soqchilarimizga, oshpazlarimizga, kir yuvuvchilarimizga, hovli supuruvchilarimizga, har bir xodimlarimizga o'zim nomimdan, qolaversa sizlarning nomingizdan minnatdorchilik bildiraman. Mana shu bolajonlarimiz bog'chaga kelgan kunlaridan boshlab bular bilan teng-teng har bir nafasni birgalikda olgan, bir joylari og'riganda bola bilan teng-teng dars solgan, mana shu xodimlarimizdan hamisha sog' salomat bo'lishsin, umrlari hamisha uzun bo'lsin. Mana shu farzandlarimiz kelajakda eng baxtiyor insonlar bo'lsin. Elimizga, yurtimizga, dinimizga, ota-onasiga xizmat qiladigan, naf keltiradigan, sodiq, soliha farzandlar bo'lsin. Mana shu bolajonlarimizni hamisha baxtli, taxtli insonlar bo'lib, kamol topib voyaga yetishsin. Mustaqil yurtimiz hamisha tinch bo'lsin. Bayramlarimiz bayramlarga, to'ylarimiz to'ylarga o'tsin. Hamisha xursandchilikda yurish har birimizga nasib qilsin. Kelganingiz uchun sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men katta bo'lsam balerina bo'lmoqchiman. Men vatan himoyachisi bo'laman. Men olim bo'laman. Yo'qlar kechirsin.
bayram qilib, jon fidoyi bilan bor mehnatini ayamasdan, sidqidildan shu bolalarga qo'shiqlari, she'rlari, raqslari o'rgatgan Feruzda opajonga, Xushida opajonga, Azizaxonga, Maftullaxonlarga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Shu qo'shiqlarni topib bastalagan muzikantimiz Sharif Fahajonga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Shu bolajonlarga ovqatlariga baquvvat bo'lib, shu bayramda yaxshi qatnashib, ovqatlari shirin qilib bergan Povra opajonimiz, katta rahmatlar aytamiz. Shu tadbirni boshida mana men sidqidildan mashhad qilaman deb o'zini mehnatini, kuchini, innovatsiya gaplarini ayamasdan motivatsiya bergan mudira opajon Nigoraxonga katta rahmatlar aytamiz. Yana shu qo'shig'i bolalarni simirni qilib, askarlardek o'yinlari o'rgatgan jismoniy yo'riqchimiz Feruzaxonga katta rahmatlar aytamiz. Feruzaxonni tadbirimiz zo'r chiqishi uchun yordamchilar, tarbiyachilar shu Feruzadan eshitmaylik deb shu qo'rqadimizdan kelib yordam bergan barcha tarbiyachilarga, yordamchilarga katta rahmatlar aytamiz. Bolalarimiz bir charchab shudan ketib qolgan hollari ham bo'lgan, shunda birinchi yordam ko'rsatgan hamshira opajonga katta rahmatlar aytamiz. Va shu tadbirda bidirlardek nimalari deb jillagan, boshlovchilik qilgan Kamina menga salomat bo'linglar. Endi avtomobillarga davraga taklif qilamiz. Xatma sovg'alari bor ekan. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ustozlar, opajonlar, hurmatli ota-onalar, aziz bolajonlar. Bayramlaring juda ham chiroyli o'tdi. Xuddi bugun biz bir konsert tomosha qilgandek o'tirdik. Bu bolajonlarimizga shunchalik raqslarni o'rgatgan, bilimlarni o'rgatgan barcha ustozlarga, barcha opajonlarga, yordamchi tarbiyachilarga, hammalaringga o'zimizni chuqur minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Chunki buning tagida juda ham katta mehnat turibdi. Buni o'zim bilganim uchun sizlarga juda ham katta rahmat aytamiz. Va bolajonlar, sizlardan bitta iltimosim bor edi. Eshitasizlarmi mana? Katta bo'lganda hamchi bog'cha opajonlari esdan chiqarmasdan, ko'chalarda ko'rganda salom berib, mashinalarda ketayotganda olib ketib, hollardan xabar olib turish esdan chiqmaydimi? Men sizlarga ishonaman. Sizlar hammalaring aqlli, bilimli bolalar bo'lasizlar, Xudo xohlasa. Eng kamida hokimlar bo'linglar, prezidentlar bo'linglar, vazirliklarda ishlanglar. Mana shu opajonlar ham sizlar orqalaringdan faxrlanib yursinlar. Ana shu bolani men o'qitgandim, mana guruhimda o'qigani desinlar. Opajonlarni esdan chiqarmaymiz mehnatlarini. Barakalloh bolajonlar. Har bitta opajonga alohida rahmat aytamiz, chunki yoshligidan kelib yig'lab kelganda ham bolajonlarimizni ovutib, erkalatib, o'zlarini bolalaridek qaragan barcha opajonlarga qo'limiz ko'ksimizda doimo ta'zimdamiz. Hammalaringga har qancha rahmatlar aytsak ham, qilgan mehnatlaringga rozi bo'lasizlar. Ota-onalar, sizlarga ham rahmat, Midaxon sizga ham rahmat. Juda ham jonbozlik ko'rsatdilar. Ota-onalarni qovuштirish, mana shu bolajonlarga mentaldan dars berib, sizga ham rahmat, mehnatlaringizga rozi bo'lasiz. Katta rahmat ustozlar, hammalaringga doimo sog' bo'lib yuringlar. Rahmat. Bolajonlar, Shohsafon juda ham to'g'ri aytdilar. Biz mana shu ustozlarga arzimas bo'lsa ham sovg'a tayyorlaganmiz. Olqishlab turasizlar, bolajonlar. Albatta mana shu farzandimiz shu bog'chaga kelibki, har bittangizni qo'lingizdan o'tadi. Siz qaramagansiz deyishga bizning haqqimiz yo'q, chunki siz har bittangiz mehnatingiz alohida singan. Biz ota-onalar bilan juda ham ko'p tortishdik, to'g'risi sovg'a masalasi. Bittalar mana boshqamiz zo'r. Bularni zo'r, juda ham sovg'a talashga juda ham qiynaldik, chunki oson emas, shunchalik ota-onani ko'nglidan joy olish shuncha odamning ichida oson emas. Hammalaringga rahmat. Topgan gul, topmagan bir bog' piyoz deganlardek, endi kamtarona bo'lsa ham sovg'alarimizni qabul qilib olasizlar. Mana shu bog'chaning mudirasi Nigora opam hammani qovushtirib, bitta qilib ham ona, ham ota bo'lib mana shu bolajonlarni nima deydi, ham ona, ham ota bo'lganingiz uchun sizga arzimas bo'lsa ham sovg'amiz bor. Marhamat Nigora opa, qabul qilib olasiz.
bolajonlarimiz kasalligida, sog'ligida ularni har kun keti eshigi oldida shu termometr ushlab turib qarshi olgan hamshira opajonimiz sizga xabar mana shu yerda alohida e'tirof etmasam bo'lmaydigan bitta ustozimiz bor. Rosa kulishib askiya qildik. Mana shu yerga kelgan har bitta bolajonni ko'ylaklarni etaklarida bunini izib olib kulishib ham oldik. Nigora opa har bitta kelgan bolajonni albatta uzr Nilufar opamni qo'llaridan o'tmaydi deyapman. Har bitta kelgan bolajonni Nilufar opa azmat ham savob oladi. Albatta Nilufar opa eng qiyin vazifani bajaradilar. Sizga kattakon rahmat. Xuddi mana shunday sovg'amizni Nigoraxonga taqdim etsak, xuddi mana shunday sovg'amizni mana shu yerda o'rtamizda chiroyli qiz ovozini bergan bolalarni hey hey deb turgan mana shu Barnopam borlar. Xuddi mana shunday sovg'ani Gunoz opa sizga ham sovg'amiz bor ekan. Albatta ota-onalar mana shu bolalaringiz maktabga chiqish ostonasida avvalambor mashqlar Feruzafon hamda Xurshida opamning mehnatlari juda ham katta. Chunki ularga asosiysi boshlang'ich ta'limni o'zi bog'cha o'tgan boshlang'ich ta'limni mana shu Xurshida opam bilan Feruzafonni berishadi. Mana shunday chiroyli tadbirni tashkillab ota-onalarni chaqirib chiroyli tarzda o'tkazishga ham o'zi bo'lmaydi. Sizlarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Xurshida opam Feruzafon sizga ham albatta mana shu sovg'ani qabul qilib olasiz. Mana shu sayyoraga o'tishgandan keyin yordamchi tarbiyachilar Azizamon bilan Ahmedamon sizlarga ham rahmat sovg'amiz. Jonlarga ham rutinini o'rgatib, ham ularni osh-ovqatidan xabar olgan Shohistafon sizga ham sovg'amiz bor. Rahmat sizga ham kattakon rahmat. Shunchalik hammamizni o'ylab sovg'alar berganlaringiz uchun rahmat. Qo'yversalaring bo'lardi. Shunday o'zimiz vazifamiz, ishimiz istiqboldan hizmat qilishga hamisha tayyormiz. Rahmat hammalaringga. Marhamat, sovg'alar bor ekan. Yana qarsaklar ostida bolajonlarni. Rahmat. Hurmatli mehmonlar, ota-onalar, mana bugungi bayramimiz juda chiroyli o'tdi. Hammalaringga rahmat. Shunchalik ko'p bolajonlarni xursand qilganingiz uchun barcha